Assalomu alaykum. Sizlarga shunaqa ip o'ramay qolishini hozir o'rgatib beraman. Bunaqa rezinkasi bo'ladi tagida buni. Ko'pincha shu 3 ta boltni chechib olsanglar, shu rezinkasi yoki uzilgan bo'ladi yoki tushib qolgan bo'ladi. Shuni almashtirasizlar, yana ishlab ketaveradi. Keyin to'lmasdan o'rab turgan bo'lsa, yarmida chiqib ketayotgan bo'lsa, mana shu boltni bo'shatib, bu yoqqa olib kelib regulirovka qilsanglar bo'ladi. Bundan boshqa keyin bunaqalari ham bor, mana. Bunda bu boltni bo'shatib regulirovka qilasizlar. Chala to'lmasdan ochilib ketayotgan bo'lsa. Keyin bu o'zi yumshoq bo'lib borib qoladi. Mana hozir bu og'ir-ku yumshoq bo'lib qoladi. Yumshoq bo'lib qolganida unda ham mana shu boltda regulirovka o'zgarib ketgan bo'ladi. U paytda juda tushunmasanglar, shu 3 ta boltni chechib olib, tagidan qarasanglar, buni bo'shatib qo'yib, aylantirib ko'rsanglar, topib olsanglar bo'ladi joyini. Bizda shunaqa tikuv mashinalar sotamiz. Bizda har xil turdagi tikuv mashinalar bor. O'zbekiston bo'ylab besplatni yetkazib beramiz. Arzon narxlarda sizlarga beramiz. Hozirda to'g'richoqlarimiz 2.500.000 so'mdan boshlanadi. Bemalol pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib murojaat qilsanglar bo'ladi.